Samarqandlik 15 yoshli maktab o'quvchisi qanday qilib Ozoda Nursaidovaning kliplarida suratga tushgani haqida so'zlab beramiz. Azizlar, ushbu qiziqarli videorolikni oxirigacha tomosha qiling. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ozoda Nursaidovaning Lada va Dilbarim qo'shiqlariga ishlangan kliplarda bosh qahramonni gavdalantirgan qiz Mening yurtim telekanalining omon ko'rsatuviga bergan intervyusida o'zi haqida so'zlab berdi. Mening ismim Shabnam. Samarqand shahridanman. Maktabning 9-sinfida o'qiyman. Bolaligimdan san'atga juda qiziqqanman. Aktrisa bo'lishni orzu qilganman. Samarqanddagi kelinlik liboslari salonida model sifatida ish faoliyatimni boshlaganman. Ota-onam ushbu orzuyimni qo'llab-quvvatlab, menga yordam berishmoqda. Agar inson yaqinlari tomonidan qo'llab-quvvatlansa, har qanday orzusiga erisha olar ekan. Maktab direktorimizga, o'qituvchilarimizga ham rahmat aytaman. Chunki syomkalarim chiqib qolsa, dars qoldirishimga ruxsat berishadi. Qo'shiqchilikka ham qiziqaman. Kelajakda ushbu yo'nalishda hamda aktyorlikka o'qish niyatim bor. Shuningdek, Shabnam aynan Ozoda Nursaidova bilan hamkorlikdan so'ng unga yana bir nechta kliplarda rol o'ynash bo'yicha takliflar kelib tushgan. Kastingdan o'tib, Ozoda Nursaidovaning klipida suratga tushganimdan so'ng ijodiy takliflar ko'paya boshladi. Shu o'rinda Ozoda Nursaidova hamda klip ijodkorlariga har tomonlama qo'llab-quvvatlaganlari uchun minnatdorchilik bildirmoqchiman. Lada va Dilbarimdan keyin Oybek Sangin hamda Jasur Mavlonovlarning qo'shiqlariga ishlangan kliplarda suratga tushdim deydi Shabnam.